Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan obunachilarimiz. Bugun yana ikkita pechkamiz tayyor bo'ldi. Bittasi 850 formada 65 razmerli, bittasi 5 razmerda. Ikkalasi ham ikki xonani isitish uchun. Bittasi 5 metrgacha bo'lgan, bittasi 7 metrgacha bo'lgan xonalarda isitishga garantiya beradi. Bunda tutidan zigzag holatda aylanib, keyin mo'rdan chiqadi. Hop, pechkalarimiz orqa qismi. Probkasi, mabodo ichi to'lib qoladigan bo'lsa, uni tozalashlik uchun qilingan probkalar. Hop. Orqa taraf duxovka qismi. Ochilib yopilishlari, svarkalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu pechkamizning duxovkasining orqa qismi, ochilib yopilishi. Bu ikkalasi o'z aslida formati bitta formatda, faqat bunga tutun yurish uchun zigzag qo'shilgan sondoq deb qo'yamiz. Mana oldi taraf ko'rinishlari. Ikkalasida ham qozonga mo'ljallangan choynak tushadi. O'txona, kulxona shakllari bir xilda formada bo'ladi. Gazga teshik bunda moslangan, bunga moslanmagan. Bu zakazga qarab gazga teshik bo'ladi. O'zi 90% holatda gazga tesh beriladi. Svarkalarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Idealniy holatda. Bu pechkamiz materialga keladigan bo'lsa, pastki qismlari 4 mm materialda, tepa qismlari 8 mm materialda bo'lgan. Eng tag qismi, buni ko'rsatib mana bu kulxona qismi, bu yerda kul tushadi. Shu qismi 2 materialdan bo'ladi. Bu zigzag qismi ham 2 materialda bo'ladi. Sabab nimaga desa, issiqlikni tezroq tarqatib berishlik uchun. Pechkaning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, pechkaning narxi 2.200.000 so'm chiqadi. 1.600.000 so'm chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi. Faqat dastavkasi pullik bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Pochta qilib chiqarib yuboriladi bu yerda. Bu videoda oxirida bularda o'rnatilgan uстановка bo'lgan rasmlarni ham joylab boraman. Sifatga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Pechkalar absolyutni yangi materialdan tayyor bo'lgan. Mo'rlariga 120 lik truba tushadi. Bu mo'rlarni biz o'zimiz yasaymiz. Bu truba emas, chunki choki bor. Biz o'sha trubaga tushadigan qilib moslaymiz buni. Trubadan ko'ra bu mustahkamroq bo'ladi. Pechkaning razmeriga kelib o'tadigan bo'lsak, pechka uzunasiga 60 cm da, balandligi oyoqdan arkani uchigacha bo'lgan qismi 75 cm da, eniga 44 cm da, 43 cm da bo'ladi. Hop, buni bo'yi 210 cm, eniga 44 cm. Bu qismi, tepa qismi 50 cm hisoblanadi. Mana u uchidan bu uchigacha 50 cm hisoblanadi. Sabab nimaga? Bu 43 cm ga 50 cm keltirganda ikkala chekkadan shapka chiqib turadi. U figura beradi. Keyin bu pechka standartida shapka bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Pechka mana yonboshlaridan ko'rinishi. Xo'p, kimga ma'qul bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Materialni ko'rsatib beraman. 8 lik material. Lazerli apparatda. Bu o'rtalari esa qizdirilgan, gradusda bosib chiqarilgan. Chotki holatda bo'ladi mana. Xudoga pechkaga garantiya bor, hamma yo'g'iga absolyutni. Bu kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol yana to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.